Assalomu alaykum. Yana bir xonadonimizni podkruch remontlarini qilib bitirib berdik. Bu xonadonimizni videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq obzor qilib beramiz. Obyektimizni holidanmiz. Roshan, nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib bu obyektni qanaqa olganimizni va qanaqa boshlaganimizni haqida aytib beraylik. Bu juda boshqa obyektlarga nisbatan juda qiziq bo'lgan. Sababi bu mijozimizni mana eski tanishlarimdan, qo'llaridan kichkina bola payti sotuvchilar bo'lib ishlaganman. Yoshligimda niyat qilardilar, xudo xolasa yaxshi uchastka qilaman deb. Taqdir taqozosi bilan shu ish bilan shug'ullanishimni bilardilar va menga murojaat qildilar. Abbos, mana shunaqa korobka holatida uy oldim dedilar va buni remont qilish kerak dedilar. Men aytdim, xudo xolasa chiroyli qilib topshiramiz dedim. Oldin mijozni o'rgandim. Men misol uchun o'zlarini yaxshi bilaman, lekin didlarini, hayot tarzlarini o'rganib chiqdik va shunga yarasha planirovka qildik. Misol uchun bu uyimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma joy oppoq. Chunki och rangli yoqadi mijozimizga. Shunga nisbatan shunaqa resheniyalar qilib ketganmiz. Bizni o'zimizning ishxonamizning sistemasi mavjud va har xil sifatda ishlaymiz. Sredniy segmentga ham, premium segmentga ham mijoz nima xohlasa, shunga yarasha sifat keltirib bera olamiz. Misol uchun bu obyektda men qo'rqmasdan ayta olaman, malyarka, mebel, umuman uy realizatsiyasi juda ham sifatli chiqqan deb. Abbos, endi gap isboti bilan bo'lsa, shu sifatda ko'rayotgan odamlarga ham bitta tanishtirib chiqaylik va qilgan yechimlarimizni birma-bir sanab beraylik. Bu uyda juda ham zo'r yechimlar bor. Bitta ko'rib, oxirigacha bu videoni ko'rsanglar, o'zingizlar remont qilmoqchimisizlar, uchastka qurmoqchimisizlar, juda ham manfaatli bo'ladi deb bilamiz. Ketdik. Uyimizni tanishtiradigan bo'lsak, bu uyimizni 4 ta urovingdan iborat podval, birinchi, ikkinchi va terrasamiz bor. Kichkinaroq uylarda eng katta muammo kattaroq qilib ko'rsatish bo'ladi. Bu holimizni ham kattaroq qilib ko'rsatish maqsadida zinamizni oldiga перегородка qilmaganmiz, shunaqa dekorativniy dekor qo'yadigan polkalar qilganmiz. Bu uyimizda qilingan yana yechimlardan mashg'ulimiz o'zi katta bo'lganini hisobiga katta lyustra joylaganmiz va holdan unumli foydalanish uchun TV zonani ham ketganmiz. TV zonamiz Eron mramordan ishlatilingan. Eshikdan kirishimiz bilan kichkinagina namozxona joylashtirganmiz va orqada shkafi bor. Polkalarga kitoblar taxlab qo'ysa bo'ladi va mana bu shkafda joy namozlarni ham taxlab qo'ysa bo'ladi. Bunaqa xona har bitta xonadonda bo'lgani yaxshi. Abbos, keyingi xonalarni ham ko'rsataylik. Xo'p, holimizdan kirganda bu yoqda zinamiz joylashgan. Bu yoqdan zalga kiriladigan eshigimiz va choy ichib o'tiradigan stolovoy zonamiz. Bu ovqatlanadigan zonamiz 10 kishilik stol qo'yganmiz. Agarda uyda mehmon kutaman desalar, ikkinchi zal vazifasini ham bajaradi. Polimizni kafil qilganmiz. Mijozimizni ochiqroq ranglardan qilib berilaring, kattaroq ko'rinsin deganlar uchun shunaqa yechim qilganmiz. Mana shu dizaynda mana shu tarafimiz shpon rang berilgan edi va bizda tabiiy yorug'lik kam bo'lganini hisobiga juda ham bo'g'ib qo'yadi deb o'ylab kelgan dizayndan sal mana shu joyda chekkaga chiqqanmiz. Va yana bitta narsa, misol uchun choy ichadigan zona bo'lsa ham katta lyustra berganmiz. Nimaga? Uyimizni hashamatli ko'rsatadi. Endi oshxonamizga marhamat. Oshxonamizga kirish eshigimizni reflyorli oynali Shotlandiya uslubida razdvijnoy eshik qilganmiz. Ko'pchilik loft stildagi eshik qilib qo'yishadi. Biz neoklassik uslubiga mos qilib qilganmiz. Oshxonamiz kichkina bo'lishiga qaramay, juda ham funksional. Dizaynda esingda bo'lsa, o'stirib yo'q edi. Taklif berganimizda o'stirib qilib berishimizni xohlashdi va o'stirib qilib berdik. Bu yoq tarafda barniy stul qo'yib, bolalar choy ichib ketsa ham bo'ladi va tagida tortmalar qilganmiz. Bundan tashqari xonamizni ingichkaroq bo'lganini hisobiga kengroq ko'rsatish uchun oyna qo'yganmiz. Vizualni keng ko'rsatadi. Bu oshxonamizda har bir detalga alohida yondashilingan. Misol uchun dizaynda chizilayotgan bo'lsa ham, ko'rayotgan bo'lsanglar, antresolda fassadini oynasini mana shunaqa uzun berganmiz. Nimaga? Vizualni katta ko'rinadi va juda ham chiroyli ko'rinadi. Va oshxonamizda shpon elementlar ham ishlatib ketganmiz. Va dizaynimizda bira berilgan edi, sal kattaroq edi, bizga yoqmagan edi. Shuning uchun tosh fakturalari bor, biralarni ham ishlatib ketganmiz. Xonamiz ingichka uzun bo'lganini hisobiga lyustra qo'ymaslikka to'g'ri deb bildik va
har bitta oshxona mexanizmlarida doполнительный mexanizmlar ishlatilingan. Sababi funksiyalar ko'proq joydan foydalanishga imkoniyat beradi va uyimizda mana shu skrytый vitishkamiz bor va tepada yana bitta vitishkamiz bor. Sababi oshxonada har xil hidlar bo'ladi. Shuning uchun doполнительный vitishkalarni qo'yib ketganmiz. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har bir uy o'zini individualniy yondashishi kerak bo'ladi. Hammani yashash sharoiti har xil. Misol uchun shu uyimizda kofe mashina qo'yganmiz, mikrovolnovka qo'ymaganmiz. Sababi uy egalari umuman mikrovolnovka ishlatmaydi va elektritskiy chaynak ham ishlatilmaydi. Shuning uchun shunga o'xshash narsalar bu uyda umuman qo'yilmagan. Abbos, endi qaysi xona ko'rsatamiz? Birinchi etajda mehmonlar uchun yotoqxona qilingan. O'shani ko'rsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Ketdik, shu mehmonlar uchun qilib bergan yotoqxonamizni ko'rsataylik. O'zbeklarimiz Ro'shan juda ham mehmondo'st bo'ladi. Shunaqa, birinchi etajga mehmonlar uchun yotoqxona joylashtirib berganmiz. Yonida shkafi, o'zini sanuzeli, xullas mehmon uchun qanaqa sharoit kerak bo'lsa, hammasi maksimalniy qilingan. Rostdan ham bu yerda ham dizayni noodatiy chiqqan. Ham sodda, ham bemalol dam olsa bo'ladi. Uy egalarini yashaydigan zonalardan alohida turibdi. Keyin bu spalnyamizda yana bitta zo'r narsa, o'zini orqa hovlisi bor va mehmonlar shu yerda joylashsa, bemalol yorug'lik tushishi ham juda ham go'zal chiqadi. Abbos, zinamiz haqida ham ma'lumot beraylik. Bu zina nima uchun qimmatroq chiqyapti? Bu zina qolgan zinalarga nisbatan nima farqi bor? Farqi juda ham katta, sababi ustda ishlatilayotgan material hammasida farq bor. Birinchi sababi, misol uchun bu zinalarimizda har bittasidan chiqsanglar umuman g'ichirlagan ovoz chiqmaydi. Sababi o'sha ustalarimiz yuqori darajada ishlagan va shponlariga ahamiyat berib qarasanglar, ko'pchilik shpon sepganda ranglarni o'ynatib qo'yadi. Bu yerda shponlari juda ham chiroyli chiqqan va mana shu perillalarda ham shponlari ichkarigacha qayilgan. Misol uchun ko'p obyektlarga boshqa mebelchilarning ishini ko'rgani borganimda shponni faqat ustki qismini qiladilar, lekin ana kichkina detaligacha yondashmaydi. Va yana bitta plyus tarafi, bu zinani ko'rayotgan bo'lsanglar, plyuntusimiz mana shunaqa uklon bilan, ya'ni nishabli bilan ketgan. Sababi ko'p plyuntuslar mana zinadagi stupenka, ya'ni zinaga o'xshab ko'rinib qoladi va bu juda ham xunuk ko'rinadi. Shuning uchun biz interyerda harakat qilganmiz, plyuntuslarni shunaqa nishab bilan, uklon bilan qilishdi. Va juda ham qattiq qotirilgan. Bu zalimizni 3,5 ga 6,5 razmerda 12 kishilik stul qo'yganmiz. Kichkinaroq hovlilarga shunaqangi razmerda zal qilsanglar bemalol yetadi, to'g'rimi Abbos? To'g'ri. Bu zalimizning interyeri menga juda ham yoqadi. Bu uyga korobka holatda olganimizda mana shu yerda kolonna bor edi va rigel bor edi. Biz joyidan unumli foydalangan holatda shunaqangi shkaflar qilib ketganmiz. Sababi nimaga? Taniki, posuda shunga o'xshash idish-tovoqlarni mana shuni ichiga qo'yib ketsa bo'ladi va открытый shunaqa joylarni qilib ketganmiz. Bemalol dekorlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham rigel o'tgan edi. Biz devorni o'stirganmiz va mebelni ichkariga olganmiz. Bunga ham shunga o'xshash dekorlar qilib ketsa bo'ladi. Oshxona zallaga shunga o'xshash oynali eshik qo'yganinglar yaxshi. Sababi tabiiy yorug'lik juda ham yaxshi o'tkazadi. Misol uchun mehmon borligi ozgina g'ira-shira bo'lsa ham ko'rinadi. Misol uchun bu eshigimizga ko'rayotganinglardagi reflyorli oynalar qilib ketganmiz. Neoklassikada juda ham o'zgacha tus beradi. Birinchi etajni polniy ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi etajda o'zi asosan mana shunaqa holimiz bor, Ro'shan. Bilasan, o'zing ikkinchi etajga har doim divanli zona qilgan yaxshi. Sababi ikkinchi etajdan dam olish zonasi bo'ladi. Birinchi etajdagi odamga ikkinchi etajdagi odam xalaqit qilmaydi. Shunaqa. Holimizga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, divanli zona qilganmiz. Katta oilaviy o'tirib televizor ko'rsa bo'ladi. Televizorga akustikalar qo'yganmiz. Divanda o'tirganda kinoteatr effektiga yaqin effekt olsa bo'ladi va gilamni ham o'rtani o'ziga tashlaganmiz, yaxlit qilib. Undan tashqari birala qo'yganmiz. Svetli ko'zga tushmasligi uchun shuni yoqib foydalansa ham bo'ladi. Keyin ahamiyat berib qarasanglar, o'zi bu divanli zonalarda har doim harakat qilamiz rozetka qoldirishga Type-C bilan. Nimaga? O'tirganda, misol uchun telefonni zaryadkasi kam qolganda bemalol hech qanaqa burchaklarga qo'ymaydi, divanda o'tirib bemalol telefonni zaryadka qildirsa bo'ladi. Holli koridordan yaxshi tarafi
hamma xonalarga shu yerda o'zidan tarqalsa bo'ladi. Mijozimizning 5 ta farzandlari bo'lganligi uchun 3 ta детский spalnya qilganmiz va bitta umumiy sanuzel qilganmiz va master spalnyamiz bor. Master spalnyamizdan obzorni boshlaymiz. Ikkinchi etajga chiqish bilan zinani oldida master spalnya qilganmiz va bu yoqda o'zini sanuzeli bor. Bu yoqqa kirganimizda shkafi, make-up zonasi, ikkita tumba qilganmiz. Bu yerda yana bitta zo'r tarafi tabiiy yorug'lik ko'p tushadi. Katta oyna qilingan. Va dizaynimizga ahamiyat berib qarayotgan bo'lsanglar, kontrast rangli ko'p ishlatilgan ochga to'q qora. Misol uchun uy egalariga o'zi ko'proq oq rangli yoqadi. Biz mijozda eshitgan holatda biz qora liniyalar, qora glyansiy tumbalarni ham ishlatib ketganmiz. Misol uchun mana shu qora glyansiy tumbalar o'sha muammo bo'lgan edi, endi chang bo'ladi, boshqa bo'ladi deb bitta to'xtamga qattiq turib olganmiz. Glyansiy qora tumba qilmasak, bu uyimizni, xonamizni dizayni yaxshi chiqmaydi deganmiz va gapimizga eshitganlar. Bitta qo'shimcha qilib ketaman. Shu yerga mehmonlarni olib kelib ko'rsataman. Mana shu tumbani ko'rib, hamma so'rayapti, o'zimizda yasalganmi yoki buni chet eldan zakaz qilib olib keltirdinglarmi deyishyapti. Shu darajada idealniy qilib yasalgan va dizayni ham eskirmaydigan noodatiy dizayn. Spalnilarda har doim shunaqa banketga qo'yib ketganinglar yaxshi bo'ladi. Sababi o'tirib kiyinishga, boshqaga juda ham qulay narsa hisoblanadi. Master sanuzelimizda ahamiyat berib qarayotgan bo'lsanglar, yashil rangli ishlatilgan. Mebel yashil, kafel yashil va bu juda ham dizaynda chiroyli chiqqan, realizatsiyasida ham va simisitrlarni hammasini stroyni qilganmiz. Smart boxlarni hammasini yon tarafga qo'yganmiz. Sababi nimaga? Suv yoqayotganda qo'lga suv tushmaydi. Bitta temperaturaga dushga keltirib olgandan keyin bemalol cho'milsa bo'ladi. Bu yerda resirkulyatsiya degan sistema qilganmiz. Issiq suv doim sistemada aylanib turadi. Issiq suvni ochishinglar bilan sразу issiq suv keladi. Bu qizlarimizning xonasi 2 kishiga mo'ljallangan. Bu yerda senga nima qilgan yechimlarimiz ma'qul keldi? Xo'p, bu yerda shkaf ko'p qilganmiz, tortmalar ko'p qilganmiz. Qizlar narsalari ko'p bo'ladi va dars qiladigan joyga ikkalovini yonma-yon qilganmiz, gaplashib, dars qilishsa bo'ladi va oynadan ham tabiiy yorug'lik tushadi. Menga shu joylar yoqadi. Qizlarning xonasini nejniyroq qilish kerak. Shu sababdan biz nejniy elementlar ishlatganmiz va xonamizni to'rtburchak bo'lgani hisobiga patologimizni dumaloq qilganmiz. Bu ham ayollarga, qizlarga yoqadigan narsa. Keyin bu xonadonimizda, shu spalnyamizda ko'rayotgan bo'lsanglar, kravatlarni oddiy 90 talik yo birlik qilmaganmiz, 1.30 qilganmiz. Sababi yoshi kattaroq bo'lganda ham bemalol foydalanadi. Endi bu xonamiz yoshi o'rtacha 15-18 yosh atrofidagi qizlarning xonasi va ahamiyat berib ketamiz. Mana shu qizlarning xonasiga iloji boricha oynani katta qo'yib ketgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ro'shan etib o'tganda bu yerda har bitta detal bir-biriga moslangan. Misol uchun kravatlarimiz mana shunaqa dumaloq formaga ega va shkaflarimizda ham shunga o'xshash figuralar davom etadi va mana shu kravat orqasidagi tagasi ham ahamiyat berib qaragan bo'lsanglar dumaloq qilingan. Sababi hamma narsa bir-biriga juda ham chiroyli qilib moslangan. Ikkinchi etajda umumiy sanuzelimiz joylashgan. Bejeviy kafellar tanlangan va sarg'ish injenerniy shpollar tanlangan. Installyatsiyalarning orqalarini hammasini mebel krashini qilganmiz. Misol uchun aytishinglar mumkin, suv tegib yomon bo'lib qoladi. Yo'q, shuning uchun tagida maxsus profil plyontislar qo'yib ketganmiz. Bu ikkinchi detskiy spalnyamiz. Bu detskiy spalnyani menga yoqadigan tarafi joylashuvi. Ikkita chetiga shkaf, bitta o'rtaga bo'yinadigan joy qilganmiz. Kravatimiz ham o'rtaga zo'r moslashib tushgan. Bu xonamiz juda ham o'zgacha chiqqan. Sababi aytib o'tganimizdek, hamma xonalarning rangi bir xil, bitta shu xonadan tashqari. Bu xonamizning rangini oqroq qilib ishlatganmiz. Sababi bu xonaning egasi qizimiz juda ham o'sha oq rangni yaxshi ko'radi. Aytib o'tganimizdek, har bitta uyda qaysidir bir farzand o'zi xohlagan narsasini 100% qildirgisi keladi. Biz o'shani dizaynni tuzib, birga bir dizaynni realizatsiya qilib berganmiz. Endi keyingi xonani ko'ramizmi? Keyingi xona Hasan Husanlarning xonasi. Hasan Husan deganda ikkita kravat kutganlar bo'lsa, bu yerda bitta kravat qilganmiz. Sababi kelajakni o'ylab
shu narsa reja qilingan. Bolalar hali kichkina, shuning uchun bitta karavotda hozircha yotib turishsa, keyinchalik уже детский spanieli qizli turmushga chiqqandan keyin bo'shaydi va alohida xonaligisi bo'ladi. Va bu yerda biz karavotda orqasiga shpon bilan tikan elementlarni ishlatganmiz va burchaklarni ham o'tkir qirrali qilmaganmiz, avval qilganmiz va o'g'il bolalarni o'ziga mos ranglar tanlaganmiz. Bu yerda alohida kelovligi shkaf va dars qiladigan joyligi bor. Rangli kombinatsiyasi juda ham zo'r ishlatilingan. Misol uchun och krashinli fasad va qora alufrem oyna ishlatilingan. Bu ochilganda yonadi. Ya'ni o'g'il bolalar uchun juda ham mos qilingan deb bilamiz. Bu xonadonimizda kinoteatrimiz mavjud va kinoteatrimizni ham boshqa kinoteatrlarga nisbatan o'zgacha uslubda qilganmiz. Xonalarimiz juda ham qop-qorong'i qilingan va patologda oval detallar ishlatilgan. Va bu oval qismga освещениeni ham xuddi shunga o'xshatib patolog urovnida ovalni qilib qilganmiz. Bu kinoteatrimizda 5+1 tizimida ishlaydigan sound barlarni joylab ketganmiz. Polk brendidan amerikanskiy juda ham ovozlari zo'r chiqadi. Bu xonadonimizda malyarka sifatida K3 sifatida qilingan. Bu malyarkani bemalol qo'rqmasdan juda ham yaxshi sifatda qilingan deb ayta olamiz. Sababi tabiiy yorug'lik, galogen, lyustrada hech qanaqa devorlarda valnalar shunga o'xshash narsalar yo'q va yaqindan qarasanglar ham emulsiya yoyilishlari juda ham tekis qilingan. Hattoki bir ikkita mijozlar olib kelganimizda shunaqa savol berishdi, bu yerda emulsiya bormi deb hayron bo'lib qolishdi. Va yana bir ikkita mijozlarimiz aytdiki, buni xuddi krashinli mebelga ham taqqoslashdi. Hovlimiz kichkina bo'lgani uchun bizda hovli kam edi. Shuning uchun biz terrasa qilishga qaror qilganmiz va terrasamizni shunaqa oyna bilan o'raladigan yopiq zonasi bor. Qishda ham bemalol o'tirsa bo'ladi, kaminlarni yoqib olib va undan tashqari letniy kuxnyamiz ham bor. Shu yerda o'rtoqlar bilan ovqatlar pishirib, gaplashib o'tirsa bo'ladi. Lekin bu hali oxirigacha bitkazmadik. Bir 2-3 oydan keyin yana tugatib yuboramiz. Sababi asosiy fokusi ichkariga qaratib, ichkarini bitkazganmiz. Qimmatli vaqtinglarni ajratib shu videoni oxirigacha ko'rganingizga rahmat deb qolamiz. Obyektimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Biz uchun katta yordam bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa remont xizmatlari, qurilish xizmatlari kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, xizmatdamiz.